92 yoshli qariyani ho'kiz suzib oldi va zudlik bilan kasalxonaga borishdi. Shifokor kasalga kislorod uladi va 24 soatga qo'ydi. Biroz muddatdan keyin ahvoli yaxshilashdi va shifokor unga hisobni berdi. $6000. Otaxon hisobni ko'rdi va yig'lab yubordi. Bu holni ko'rgan shifokor uni ovutishga urindi. Yig'lamang, achinmang bu pullar uchun. Otaxon ko'zlarida yosh bilan boshini ko'tardi. Men bu pullar uchun yig'layotganim yo'q. Ketgan pullar uchun achinmayapman. Barchasini to'layman, lekin men boshqa narsa uchun qayg'uryapman. 24 soat kislorod uchun men $6000 to'lashim kerak ekan. 92 yoshimgacha Alloh bergan havodan men nafas oldim, lekin uning uchun 1 so'm pul to'laganim yo'q. Haqiqatda men unga qanchalik qarzdorman. Bu so'zni eshitib doktor boshini egdi va ko'zlaridan duv-duv yosh oqdi. Shu joyga kelganda sizga bir narsani aytmoqchiman. Har bir olayotgan nafasimiz bepuldir. Har bir olayotgan nafasimizni bizga Alloh bermoqda. Shu paytgacha biz uning uchun 1 so'm pul to'lamaganmiz. Endi ozgina sekund vaqtingizni ajrating. Allohga shukronalik qiling va alhamdulillah deng. Barchasiga shukr deng va bu ma'lumotni boshqalarga ulashgandan Alloh rozi bo'lsin.